Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yana navbatdagi 300 kvadratli sho'mirli yuqoridan adon katolimizni Beruni safxoz qaysi mahallada bir? Naymanovoy Dimitriyni yetkazib keldik yana. 300 kvadratli katol yuqoridan adon. Mana Rossiyada turib, musofirda turib, yana avazini akasi zakaz qilib yana Xudo xolasa yetkazib keldik, yana 300 kvadratli. O'zlarimiz tanish ustalar Baxtiyor aka bilan ustalikka qilib beradi. Baxtiyor aka bilan gaplashdik yana. Xudo xolasa ertangi boshlaymiz. Ertan Xudo xolasa. Bo'ldi. Rahmat ya. Makatonni ko'rgansiz bu yerda. Qiz turganni eshitib zakaz berdingizlar. Xudo xolasa onda qavallarni olib boramiz yana berib keldik. Shu Beroniga Xudo xolasa 4 katol Xudo xolasa ustanib kelib, birin-bir hammasini ko'rsatib o'tamiz. Qo'ldan kelgancha. Buni pulga keladi bo'lsak, buni bahosi 7 million 700 ming so'm. Afshibga bo'lmagani, afshibga bo'lgani 8 million 900 ming so'm bo'ladi. Kim shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol shu aloqa chiqasizlar. Xudo xolasa dastlabkasini yetkazib beramiz. Sog' salomat bo'lasizlar. Kanalga obuna bo'lish, esingizdan chiqmasa, sog' salomat bo'ling.